Hurmatli obunachilar, yotib qo'yamiz mana. Soatimiz 7 bo'lib qoldi akalar. 6:30. 6:30 da xolasa 7:30 larga videolarimiz xolasa chiqadi akalar mana. Yotibdi, yemini beramiz hozir akalar. Mana ertalabda berilgan, ertalabda bitta suvni ichgan, yotibdi hammasi jonivorlar qaranglar. Mana jonivorlar. Bittadan like bosib, kanalimizda xos yangi kommentariy yaxshi fikrlardan qoldirib akalar, havas qilganlardan like bosib ko'rasizlar. Jonivorlar. Sekin junni olyapsiz bo'ladi. Mashalloh akalar. Qo'zlar qaranglar, qo'zlar. 20 kunlik bo'ldi yemga tashlanganiga. Bu jonivor. Sekin junni olyapsiz mana. Qo'lda. Mana yemimiz. 3 soat qaynaydi mana akalar. 20 ta qo'yga 15 kasa, 20 kasa bug'doy, 5 kasa makka. 25 kasasi mana 2 mahallik bo'ladi. 20 ta qo'yga mana 1 2 3 4 5 ta 15 16 17 18 19 makkalar tagidagi 20 kasa. 20 ta qo'yga 20 kasa. O'rtaga toza bo'ladi. Buni qo'ylarga beramiz hozir. Anasi mana kepagini ham beramiz hozir akalar. Jonivorlarni qaranglar akalar, ishini. Mashalloh. Bittadan like bosib, havas qilganlar akalar. Like bosib ko'rasizlar. Qirg'iziston. Xolasa qurvonlikka o'rta akalar. Bitta kichkinasi bor. Kichkina ko'kimtoy. Yengil ekson qiladiganlarga unisi. Ularni ham junini olamiz yaqinda. Bugun erta qilib. Mana ularni tayyorlab qo'ydik. Bular qirg'izlik hammasi. İşini ko'rib, buni tomosha qilib maza qilarasiz akalar. 20 ta qo'chqoringiz bo'lsa, boqyapsiz. Tozasini boqing, zo'rini boqing. Tomosha qilib o'tirganingizda miyalaringiz qarsak chavorsin degan oyatlarim mana shu bo'ladi. Supurkora ekanimiz. Issiq ham ekan, nima shaytda yem. Shuncha yeyolmayapti bular. Issiq ekan. Bugungi videolarimiz akalar xolasa yakunlandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar like bosib, kommentariy yaxshi fikrlardan qo'yib qoldirsizlar akalar.